Biza hozir sizlar bilan Declan Rice ijrosidagi ikkinchi jarima zarbasidan urilgan golni detallari bilan ko'rib chiqamiz. Jonli devordan boshlasak. Kurtva yaqin burchakni devor bilan to'sdi va o'zi uzoq burchakka joylashish kerak edi. Lekin Kurtva Rice'ning o'ng oyoq ekanligini va to'pni aylantirib yaqin burchakka yo'naltirishini hisobga olib, markazga yaqinroq joylashdi. Endi Arsenalning qo'ygan devori. Bu to'pning yo'nalishini to'stirish uchun shu orada men Brad bilan tanishtirib ketaman. Oldin videolarini ham aytganman. Bu Arsenalning standartlar bo'yicha ishlaydigan mutaxassis Nicolas Jouet. Arsenal o'yinchilari to'pni to'sib turishi shu Bradning ishi bo'lsa kerak. Bu nima berdi? Kurtvaning oyoqlariga e'tibor bering. Ha, ozgina bo'lsa ham o'ng tarafga tashlanmoqchi bo'ldi. To'g'ri yo'nalishda chalg'imaganda ham bu to'pni olib chiqishi babi iloji yo'q edi. Chunki zarbani joylashiga e'tibor bering. To'g'ri devyatkaga, ya'ni 9lik burchakka. Bu yerda Kurtvaning o'rnida hatto Casillas bo'lganda ham bu to'pni babram qaytara olmasdi. Declan Rice ijrosidagi aniq, mukammal, chiroyli, betakror, juda ham muhim gol. Arsenal muxlislarini g'alaba bilan tabriklaymiz. Real Madriddan esa remontadani kutib qolamiz. Hala Madrid!